Yaqinlarim, assalomu alaykum. Hammanglarni ro'za Ramazondan 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin dildan tabriklayman vatandoshlarim. Sizlar uchun qaranglar, Toshkent shahar Yunusobod tumani Islomobod mahallasi Islomobod ko'chasidan qaranglar. Qanaqa go'zal ko'chadan 6 soti 8 xona 3 ta addenni uy bor ekan, uchalasini tegib podvol ekan. Yevro remontlari bilan kelishtirib berib yuboraman. Hani ipotekami, bartermi, va parvoz taraflardan ikkita kichkinaroq uy joy bo'ladimi? Gaplashamiz deyilyapti. Yer bersa ham o'zimiz ham qurib olamiz deyishyapti. Ko'cha go'zal. Bittadan like bosib, Alloh menga ham shunaqa zo'r qo'shni, zo'r mahallalar nomlarini qaranglar. Islomobod mahallalarida bizga ham nasib aylagin deb kommentariyada yozib yuborarsizlar. Shu xonadonni hozir sizlarga obzor qilamiz. Egalari zo'r ekan, endi bular ham ikkita qilishmoqchi ekan. Shu maqsad sotish savolli bo'ladi. Nimaga zo'r bo'lsa, egasi sotyapti. Shu ikkita sekin paka iloji bor edi. Addenni ikkita kichkina qilaylik, ikkita o'g'limga deyaptilar onaxon, amakimlar. Kelib gaplashaverasizlar. Narxlarini ham aytaman. Shaxsan siz ham tez sotib, tez ishingizni bitirmoqchi bo'lsangiz, mana tepada nomerlarimiz. Bizda o'rtakash emas, dallol emas, foiz oluvchi emas yoki uyingizni yerga urib arzonga birovga olib beruvchi emasmiz. Bilaman, hammaning o'zining muammosi yetarli. Oluvchi bilan sotuvchi o'zingizlar realni kelishib olinglar deb shunaqa o'zbek uylari xizmatinglarda. Tepada nomerlarimiz. Shaxsan sizga mana shu uy joylar kerak bo'lsa, har bitta videoda egasini notariusda qo'l qo'yadigan odamni nomerini past tarafda qo'yib boramiz. Yuringlar, bir chekkadan ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kanalizatsiya, gaz, svet, suv, umuman o'ylamaysizlar, yo'linglar katta, 6 soti plastikla qilingan, gaz hamma sharoitlari bor. Har bitta bandaga shunaqa go'zal, ozoda xonadonlarda yashash nasib aylasin. Dara, bu yoqda 3 ta xona, bu yoqda 3 ta xona, bu yoqda addenni 2 ta xona, bu yoqni ham podvoli bor. Bu yoq tarafi ham tegida 3 ponni tegi podvol ekan. Bu yoq taraflarni ham teglari podvol ekan. Bir chekkadan 10 tarafdan boshlaymiz. Yuring operator. Like'larni bosib qo'yinglar. Shaxsan siz ham yeringiz bormi, kattaroq uy joyingiz bormi yoki bir domingiz bormi, sotib bir kichkinaroq uy joy qarichiligiga deysizlar yoki oilaviy xonalari ko'p bo'lsin deysizlarmi? Shunaqa joylar kerak bo'lsa, tepadagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, yaqinlarim. Bu xonadonni qani? Voy, chiroqlari ham bor ekan. Bittani travinti attachentlar qilib, pastlarini sokil qilib, bitta bruschatga qilsanglar, ani qo'ni qo'yishlarning uyidan qolishmaydigan uy bo'lar ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Shundoq kiraverish 320 ga 5,5 metrlik kiraverishda ana prixoshka deydimi, hol dermi deyik. Bu yoqda yotoqxona 380 ga 5,5 metr ekan. Balandligi ham 320 lar. Yuring. Bu yoqda mana teklarini anu oyoq kiyimlar taqlanadigan joylar qilib qo'yilgan. Bu yoqda ham mana yotoqxonamiz bor. Или bu zal ekan, по-моему, zal qilsanglar bo'lar ekan. Bu ham 3,5 metrga 7 metrlik katta zal ekan. Shundoq mashina yo'lini tepasi remontlar zo'r, aboylar hammasi did bilan qilingan. Yevro remont. Kelinglar, gaplashinglar, men narxini aytaman. Sizlar savdolashinglar. Har doim egasi aytaveradi. To'g'ri tushuninglar. Hammaning muammosi o'ziga yetarli. Egasi aytaveradi. Sizlar o'zingizlarning taklifinglarni bildiringlar. Barter qilishmoqchi bo'lsa, yeringlar bormi, uchastkanglar bormi, ikkita kichkinaroq beraman, o'rniga menga beringlar. Yoki domlarim bor, beraman, yoki men buncha pul beraman deb takliflarni bildiringlar. Yuringlar pastga. Yuring operator, bu yoq tarafni ham ko'rsatamiz. Chap qo'l tegi podvol, splashnoy tegida 150 kvadrat metr podvoli bor ekan. 120 kvadrat metr. Tepada 120 kvadrat metr jiloy помещенияsi bor ekan. Zo'r, qaranglar, pastda naveslari, qo'ni qo'shnilar. Zo'r joy ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Shundoq kirganda bu yerda ham prixoshka 320 ga 5,5 metr. Bu yoqda ham xuddi shunaqa
4 metrga 5,5 metrli zal. Bemalol ikkita oila, aka uka, ota ona joylashib olsa bo'ladi. Bu yerda yotoqxona. 4,5 metrga 7 metrli yotoqxona. Qaranglar, zo'rmi, yoqdimi? Yoqqan bo'lsa layklarni bosib davom ettiringlar, kuzatinglar, narxini aytaman. Bismillahirrohmanirrohim. Yuring. Yuringlar yaqinlarim, bu yerda ikkita xona bor. Kattagina ikkita xonasi bor. Keseli ko'rsatcha odam bor. O'shanga bu yerda 4 ga 6, 4 ga 3,5 metrli ikkita xonaligi bor. Tegi podvol. Mana bu karavatni bonusiga tashib ketamiz, kelishib qolsak deyishyapti. Qalay. Mana bu yerda oshxonasi bor, kattagina, ichida mana shu bembillarimdan qoladi deyishyapti. Savdolashinglar. Men narxini aytaman. Endi egasi aytaveradi. Siz taxmin nech pulga olgan bo'ladingiz? Bemalol taklifingizni bildiring. Ichkarilarni ko'rsating, kafellar qilingan. Bir qadam kirsangiz, ichkarida vannaxonasi bor. Shuncha pulli narsa endi qiziq hammaga. Ozgina qoldi, kuting, narxini aytamiz. Bunaqa qimmat emas. Puli bor odamga arzon, sanuzel xonasi. Bu joylarimizni qaranglar, naves bemalol yig'ilib o'tkazadigan joy ekan. Bu xonadonimizni startoviy narxi $300,000. O'tib beramiz. Savdolashsin deyishyapti. Nech pul berishadi? 6 soti, 8 xona, 3 ta uy bo'lsa hamma yog'ini tegi podvol, oshxona, mana shu joylarimiz startoviy narxi $300,000. Negaki quruq yerni o'zini $55,000, $52,000dan so'ralayotgan ekan. 50 lardan bo'layotgan ekan bu ko'chada 1 soti yer $50,000dan. Mana bular uy joylarimdan $300,000 kami bor deyilyapti. Taklifingizni bering. 200 ga olasizmi, 250 ga olasizmi, taklifinglarni beringlar. Kanalga obuna bo'lib, shu videolarni tarqatib qo'yinglar. Kimdir qidirib yurgan bo'lsa, oladi. Sog' bo'ling, yaqinim. Yana bir bor bayramlaringiz bilan.